Eshon buva shu uyda yaxshiliklar to'ylar bo'lsin. Xudo xolasa. Darvoza izlab yurganlar, adashmanglar. Mana Ilhomjon aytgan paytiga, aytgan vaqtiga olib keldi. Hammasi zo'r. Ishda muammo yo'q, ha? Hech qanday muammo yo'q. Ya odam o'ziga garantiya bera olmaydi, mana qilgan ishiga garantiya deyapti. Agar begovat shamoli tiq desa dedi, yangi almashtirib qo'yib ketaman dedi. Uncha-muncha usta bu gapni aytmaydi. To'g'ri. Ha, ustaka mehnatingizga rozi bo'ladi. Biz rozimiz. Endi hozir Azizbek ukangiz tanjayi sog' bo'lsin, menga hozir nevesti ham zakaz berdilar. Xudo xolasa. Bir oy oldin ukangizga o'rnatdik, havas qilib siz ham zakaz berdingiz, to'g'rimi? Shunday. Mana bir xil bo'ldi, xudo xolasa. Hozir bu eng trenddagi darvozada bu. Va mana qimmatroqdi narxi. Buni 1,5 millionga tushirib qo'yganman-da. Bizga ma'qul. Narxiga hech e'tiroz yo'q. O'zi zo'rg'a tushirib oldi-ku 10 kishi. Ha, zo'r. Zamonlarimiz o'sha stimul eng hozirgi trenddagi zamonlar. Darvozamiz eni 380, balandligi 3 metr bo'lgan, yondagi nalishliklari 25 santimetrdan. Lislari 2 qavat 2li lis, yo'llari o'llashivillar, taglari o'llashivillar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Laykni tinmay bosinglar, tirs-tirs qilib. Rozi bo'ling. Roziman. Ustaga siz rozi bo'ling, mehmonlaringizga.